Qarsildoq hamda og'izda eriydigan, ta'mi esdan chiqmaydigan somsani retsepti bilan bo'lishamiz. 550 g suvga 30 g tuzni aralashtirib, 1 kg 200 oliy navli unga 100 g sariyog' yoki taplyon limasdan aralashtirib, xamir qorib olamiz. Xamirni 1 soat dam oldirib, katta qilib yoyib olamiz. Xona haroratida turgan slayonning xamirli uchun moslashgan yog'imizni surib, videoda ko'rsatilgan shaklda yopib, xolodilnikga yarim soatga tindirishga qo'yamiz. Tinmagan xamirimizni to'rtburchak uzunchoq shaklda yoyib olib, konvert shaklida yopib, yarim soatga tindirishga qo'yamiz. Buni yana bir marta takrorlaymiz. Umumiy xamiri tayyor bo'lish vaqti taxriban 2 soat tashkil qiladi, lekin somsaning mazasi shu ketgan 2 soatga arziydi. Tayyor bo'lgan xamirimizni lenta holatiga keltirib olib, har bittasini 30 g dan zo'ralaga ajratib olamiz. Ichiga farsh tayyorlab olamiz. Buni har kim o'z xohishiga ko'ra turli mahsulotlarga almashtirishi mumkin. Sloykalar ajralib chiroyli bo'lib turgan zo'ralachalarimizni un sepib to'rtburchak shaklda yoyib olamiz. Ichiga farsh solib tugamiz. Birinchisini men to'rtburchak shaklda tugib ko'rdim, ikkinchisini dumaloq qilib har kim o'z xohishiga ko'ra turlicha shakllarda tugishi mumkin. Somsalarni shu holicha pechga tiqib pishirib olishingiz mumkin. Men sal boshqa chora bo'lsin deb sixga tiqib sixli somsalar qilishga harakat qildim. Somsalarni listga terib olib, ustiga sedana bilan kunjut yaxshi yopishishi hamda rangi chiroyli chiqishi uchun bitta dona tuxumga ozgina sut aralashtirib qo'shib, sedana bilan kunjutlarimizni sevib boramiz. 200 gradusda qizib turgan pechkamizga 25-30 minutga yuvoramiz. To'liq retsept hamda qo'shimcha ma'lumotlarni video ostida yozib qoldiramiz. Shunaqa qiziqarli retseptlarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.